Assalamu alaykum suyumli do'stlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Tuanda huzurungizga Bovam etgan Nehmatlar nomli kitobdan Qanoat yarishimliq libos nomli qisqa hikoyani huzurungizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Qanoat yarishimliq libos. Mənim şəhərdə bir mahir tamçı bo'lib, katta boylardan chiqqan. Kunlarning birida tamçı shunday o'ylabdi. Mol dunyorim ko'p tursa, shaharda yiroq yaqinni kelgan g'ayri purva, miskin kambag'allar turg'idek bir joy yo'q. Men shaharning chetidagi tashlandiq yerga xolis bir saroy silib qo'yay. Kelgan borganlar qo'nar. U shundan keyin saranjonlari to'liq ozodan bir saroy silib, ishlarining chalisini bitirish uchun oldirash ishlayotsa, bir sahil, bir otqijiq, mantuqash, oshliq, beli qo'noqchi yuklar, yana bir otga yo'g'on xurjuni otib, tamchi ustamning yeniga kelibdi va yolg'ondan oyat o'qigan bo'lib, Xudo yo'lda kiyim-kechak, oshnon tilaydim. Pul pichaklari tugab, o'zlarini ko'rib tilab keldim, debdi. Tamchi ustam, men hozirbek oldirash ish qilyapman, sal ta'xir qil, debdi. Sahil tamchiga yepishib olib, ishini oqsitibdi va taqsir, agar yomg'ir yog'ib qolsa, piqir bechorimga jafo tortib qolarman. Mush saroylarda bir oqshom qo'nib qolsam, debdi. Tamchi ustam javob berib, saroylarim keng ozodi bo'lgani bilan beqanoat odam hargiz sig'maydi, debdi. Hikmat, qanoat shunday bir yarishimliq liboski, uni kiygan har qanday odamning hayot yo'li mangu ochiq bo'ladi. Sevgili dostlar, bugünkü programımız müşahede yaklaştı. Kelerki sandagi esil mazmunlar sizlarni kutmoqda. Xayr xo'sh, kelerki sandagi programmamizgacha omon bo'lg'aysizlar.